Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan shaharlik dehqon. Xo'p, akalar, o'tgan videomda ko'rsatganman pomidorlarni ekishini. Xo'p, bu akalar mana tutgan holati ko'rishinglar mumkin akalar, go'zal bo'lib tutib qoldi. Xudo xolasa akalar hammasi bexato tutib berdi. Go'zallar, ko'rishinglar mumkin qanday holatga kelganini. Atmosfera nima deyapti akalar? Shunaqa kapinisa qilganmiz akalar, o'tgan videoyimda ham aytib o'tdim, ko'rsatdim. Sizlar bilan yana bir ulashkim keldi akalar, shu pomidorlarimizni tutgan holatini akalar, ko'rishinglar mumkin. Bunchalik qilish akalar oson bo'lmadi. Mehnatimizga bir donadan like bosib qo'yasizlar akalar, yoqqan bo'lsa. Akalar, shunaqangi gullagan holatlari ham bor ekan, mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, endi xudo xolasa akalar, bularni o'sgan sari shunaqangi mavsumimizga tortishni boshlaymiz. Akalar, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Bir donadan like bosib qo'yinglar akalar, mehnatimizga. Ko'rishinglar mumkin akalar, shu shlankaning shu kapinisamiz akalar shunchalik qilib zaxlatib tashlaydi ekan akalar. Men o'zim ham o'yladim, zaxlatib yormasa kerak degandim. Yo'q, adashibman men ham akalar. Bemalol qo'rqmasdan torsa bo'ladigan narsa ekan. Shunaqangi zaxlatib tashlar ekan akalar. Shunaqangi ko'rinishga keltirdi endi akalar. Yoqqan bo'lsa bir donadan like bosib qo'yinglar. Xo'p, bu yerimizni ikkiga bo'lib qo'yganmiz akalar, shu yerdan pomidor tashishga yo'l qilib. Endi bu yerni ham bir ko'rsatib beray akalar.